Aholiga tabiiy gaz va elektr energiyasi uchun bir martalik moddiy yordam ajratiladi. 2025-2026 yil isitish mavsumi uchun noyabr oyida bir qator oilalarga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam ajratiladi. Bunday oilalar toifasiga ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan hamda mahalla yettiligi xulosasi asosida reyestrlarga kiritilmagan yordamga muhtoj oilalar kiradi. Mahalla yettiligi qo'shimcha ro'yxat shakllantirilishida birinchi navbatda quyidagilarni inobatga oladi. Boquvchisini yo'qotgan oilalar, oila a'zolari birinchi yoki ikkinchi guruh nogironi bo'lgan shaxslardan iborat oilalar, nogironligi bo'lgan bolalarni parvarishlayotgan oilalar, uzoq davolanishni talab etadigan kasalliklar bilan kasallangan shaxslar yashovchi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchilar va yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar 3 va undan ortiq oila yashaydigan xonadonlarda hamda gaz bo'lmagan va markazlashtirilgan tartibda isitilmaydigan ko'p qavatli uylarda yashovchi oilalar.